Assalomu alaykum qadrli Vespas Servis kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun navbatdagi obzorimiz ustoz jonimiz haqida bo'ladi, ya'ni elektron jonimiz haqida. Bilamizki, elektron jonimiz juda ham turlari ko'p, ko'pchilik sifatli mahsulot qidiradi. Aynan siz qidirgan mahsulot mana shu basra jonimiz hisoblanadi. Xo'p, buni afzalliklari shundaki, razmeri 1/10 ga 70 razmeri bo'ladi. 1 yil garantiyasi bor. Xo'p, 5 ta tilda bemalol namoz o'qishni o'rgansanglar bo'ladi. Original mahsulotimizni mana chetida pechati bor, rasmiy pechati bor, shu orqali ochiladi. Hozir biz sizlarga duo namozi qanaqa o'qilishini ko'rsatib beramiz, xudo xohlasa chiroyli obzor qilib beramiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Subhana robbiyal azim. Allohu akbar. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la. Hop, elektron jonamozimizni shu tugmasini 3 sekund bosib tursanglar yonadi. Bu yoqda pauza, ovoz barallash, pastlash. Bu yoqda mana namoz, bomdod, peshan, asr, hamma namozlarimizni mana bu yoqda ko'rish mumkin. Bularni bossanglar xohlagan qilgan o'qib beradi. Bu yoqda mana til tanlash, 5 ta tilda o'qiydi, eslatib o'tamiz. Hattoki ayollarning azochkasi ham qo'shilgan, ayollarning ovozida ham bemalol namoz o'qishni o'rgatadi. Bu yoqda sura duolar bor. Sifati yaxshi jonimizdan.